Assalomu alaykum, sevimli azizlar. Bugun biz dunyodagi mashhur jamoatlarning farzand tarbiyasi nomli kitobdagi 10 bob Angliyada 600 yillik tarixga ega Russell jamoati bilan tanishishni boshlaymiz. Angliya vaziri hamda dunyoga mashhur faylasufni yetishtirgan taraqqiyparvar jamoatning an'anasi. Tuanda Angliyada 600 yillik tarixga ega Russell jamoatining farzand tarbiyalashdagi 10 o'giti bayon qilinadi. Bu taraqqiyparvarlik orqali erkin oila kayfiyatini avlodlarga yetkazishga taraddud qilayotgan ota-onalarga bag'ishlandi. Birinchi, ziyoda qattiq bo'lish va tarki dunyolik tarbiyasini qo'llanishga bo'lmaydi. Ikkinchi, vaqtni unumli boshqaring. Uchinchi, alohida tarbiyaga kuchimang. To'rtinchi, taraqqiyparvarlik ro'yini avlodlarga yetkazing. Beshinchi, erkinlikdan huzurlanish bilan bir vaqtda tegishli majburiyat va mas'uliyatingizni ado qiling. 6. Öz nişanınızın əməlgə aşırış buluş üçün bütün zihninizi sərf qılan. Həm də özlüksüz alğılgırlan. 7. Həqiqət dəb tanıgan bolsanız, ondaqda egi buluş, yoki məhrum qilish ustida talaş tartış qılıb olturmang. 8. Yalğızlıqda yaşamay kişilər topudan bəxt izdan. 9. İmkan bar salam xat yazışı adətini yedildirin. 10. Münəvvər ata-analardan olub, münəvvər farzandlarni tərbiyəlang. Aldın qatardaki ata-analar, aldın qatardaki farzandlarni tarbiyalab chiqa oladi. Suyimlik azizlar, bizning har vaqt da'vatgan narsamiz shu. Balalar biz boshlagan nuqtadan boshlaydi. Balalar biz kelgan yerdan boshlab hayotini davom qiladi. Balalar bizning qilganimizni qiladi. Hargiz deganimizni emas. Dalmishda bo'lgan bo'lg'achqa bizning o'zimizni kuchlantirishga ahamiyat berishimizmi farzand tarbiyasidagi eng muhim tarkibiy qismning birisi. Muvaffaqiyatli farzand tarbiyasi qonuniyatlik vaqt boshqarishdan boshlandi. Parishonlik ma'lum ishning boshlanishidan kelmaydi, balki u shu ishni qilish yoki qilmaslikdagi ikkilanish pozitsiyasiga bog'liq bo'ladi. Ishning muvaffaqiyati va mag'lubiyatini Tangriga topshiramiz. Chunki barcha ishlarda boshlanishdan burun mukammal bo'lmagan holat kelib chiqadi. Iqtidorliklarning ustunlik qobiliyatsizlarga aylanib qolishining sabab uning galvon mijozidan bo'ladi. 20 asrning 70-80 yillardagi o'quvchilar Universal ingliz tili maqolalari degan kitobni o'qib baqqanlar biladi. U angliyalik mashhur faylasuf, Nobel adabiyot mukofoti sohibi Bertrand Russell, ya'ni 1872-yilda tug'ilib, 1970, voy 98 yoshga chiribdi ma'lum. Yozgan kishilik hayot haqidagi Baxt istilosi degan kitobni ko'rsatdi. Bu kitobni 1930-yilda nashr qilingan bo'lsa-mu, u kitob bizdek zamonaviy jamiyat yashayotganlarga inson baxtining qayerdan kelganligini cho'nqur izohlaydi. Kishilarga baxtsizlikni tushunmaslik to'g'risidagi gumonlariga ta'bir berdi. Russell kitobida faqat biz kishilik hayotga bo'lgan qizg'inligimiz va diqqatimizni tashqi dunyoga burg'unimizda baxtli bo'la olamiz deganni ta'kidlaydi. Bo'libmi, u xizmati borlar baxtli bo'la oladi. Xizmatdan nurg'un baxtga erisha oladi deb qaraydi. Shunday deyishga bo'ladiki, faqat kishilar to'piga kirib har xil kishilar bilan uchrashish, armay talmay xizmat qilish orqali odamda baxt tuyg'usi paydo bo'ladi. Undan boshqa, u yana hasad faqat baxtsizlikni chillaydi. Navoda ko'pchilik meni yoqtirmaydi deb qarasangiz, undaqda u o'yingiz sizni xushallikdan mahrum qiladi deydi. Ko'p qism muvaffaqiyat qozongan zotlarning hammasi o'z zehnini markazlashtiradigan nishon bekitgan hamda ko'ngildagi nishonni amalga oshirish uchun bo'shashmay tirishgan. Undaqda Russellning nazariyasi bo'yicha ularning hammasi baxtga erishishi kerak. Undaqda Russellning o'zi haqiqiy baxtga erishganmidi? Suyimli azizlar, mayadagi bir jumla nihoyatda bak yaxshi jumla ekan. Xizmati borlar baxtga, borlarlar baxtli bo'la oladi. Bu yerdagi xizmat hukumatning o'rindagi yoki ma'lum bir odamning bir yerga berib maosh olib ishlaydigan xizmatni ham ko'rsatmaydi. Mencha bu nuqtani bak cho'nqur his qila olamiz deb o'ylayman. Yevropada bir chaqdadagi shunday hukumatningki masalan, eng tuvan turmush kapolati ega qo'y Yevropada sotsialistik bir jamiyat. Ya'ni ishlamasimi har oyda eng tuvan turmush kapolat pulini berdi. Ishlaganlar qancha kichiq ishlagan sari bojni shuncha kichiq oladi. Shunga qarab ba'zilar voy bu ishlasimi o'xshashgan deb o'ylab qolganlar bo'ldi. Shu chaqda men birisini degandim. Oshda baqadigan tursa, nemishqa ishlay, yana alqajab bir haqlarning hammasi yetib olmay yana ishlaydi ekan-ku debchi. Ishlagan bilan ishlamaganning bak chiq farqi qolmas qanday ular ishlaydiganda desam bir chaqda birisi ular
ishlamaslikni nomus deb qaraydi degan bir gapni qilganda, ha degan. Asli yana bir ta'biri mushu Angliyadagi dangliq faylasuf Russellning xizmat insonga baxt yaratalaydi deydigan mushu. Masalan, o'ylanglar, ayollar bek tushkunlashib ketganda yoki bo'lmasa ro'yi jihatdan nihoyatda bir cho'kish yashayotgan vaqtlarda masalan biror ish qiling yoki biror tantarbiya ishi bilan shug'ullaning yoki to'y to'qib uni buni qiling u bu deymiz kechgacha har kuni o'xshash davomlashadigan tomoq et qochish oshna bilan o'lsa bu hayotda yangilik bo'lmasa bek tushkunlashib ketadi xuddi ko'lning suyi turg'un bo'lgan vaqtida sezib qolgandek manda desam ko'chaga chiqib man mana bu yerda ishlayolmas qiladigan bir ishingiz bir xizmatingiz bir nishoningiz bo'lsin bu nishon uchun qilayotgan harakat bizni tabiiy holatda energiyaga ega qiladi energiyalik insonlarning baxt tuyg'usi kuchli bo'ladi ekan tushunami Russell o'z haqiqiy baxtga erishganmidi Russell har kuni necha yuz parcha xat chekni bir taraf qilish kerak garchi u kundan turli nutq so'zlash bilan aldirash yusimu ammo har bir parcha xatga javob qaytarishni unutib qolmaydi Onun siri vaqtni unumli boshqarishdir. Russellning bir kunlik kun tartibini ko'zatish orqali uning turmushining intayin qonuniyatlik vaqt o'rinlashtirishining ritmli ekanligini bayqaymiz. Uning vaqt o'rinlashtirishi tuvandikcha. Mana hammamiz Roberts anglasak bo'lg'udak, chunki bizning insonlarning hammasi o'xshash 24 soat vaqti bor. Lekin insonlarning taqdiri, topadigan pullari, hayotdan erishadiganlari, baxt tuyg'usi va jamiyatga bag'ishlaydiganlar nima uchun buncha farq bo'ladi? Buningdagi eng muhim omillarning biri vaqt boshqarish. Bu vaqtini o'rganishga ishlatamdi, ishlashga ishlatamdi, o'zini nima qilishga ishlatamdi degandek-ku, tartiblik hayoti mushu bek muhim. Atgan soat 8 dan 11:30gacha gazet ko'rish, xachaklarni bir taraf qilish. Soat 11:30 dan tushdan keyin 1gacha, 1,5 soat mehmon kutish, ziyorat qabul qilish. Tushdan keyin soat 2 dan 4gacha kitob o'qish. Qaranglar, ma bir Angliyaning bosh vaziri. Xiyol qilinglarmi, bugungi Angliyani xiyol qilmay, sizlar 100 yil burungi Angliyani xiyol qilinglar. Kun patmas imperiya. Dunyodagi necha qit'ada davlatni necha qit'aga so'zilib ketgan cho'ng bir imperiya bu. Tushdan keyin soat 4 dan 7 gacha yiziqchilik qilish yoki mehmon kutish. Kech soat 8 dan 1 gacha kitob o'qish yoki yiziqchilik qilish. Edishlar qaraganda u 90 yoshga kirganda mushu mashg'ulot jadvali bo'yicha ishlagan. Ehtimol uning zehniy quvvati kuchli bo'lg'achqa o'zining o'zini bunday yozgan bo'lishi mumkin. İşlep ölüp ketishni haqiqiy arzu qilaman. Buningdan uning har bir kunni mo'l natijalik o'tkazganligini ko'rib bo'ladi. U bir odam o'zining ichki dunyosida untinsiz yashamaslik kerak. Jazman kishilar to'piga aralashishi hamda shu to'p ichida baxt izish kerak deydi. U o'zimi dal shunday yashagan. Mishalda men bir kitob tavsiya qilay. Sizning sabarligingiz deydigan bir kitobga uyg'urcha tarjima qilingan amerikalik tanliq psixolog bu kishi qaysi universitetningdi professori deyman 98 yoshida ishdan yeniyotgacha velosipedda ish qilib ketib tugab ketgan. Xiyol qilib baqsaq 98 yosh emas 58 yoshni biz nima ish qilamiz deb xiyol qilsam vatanda yana buvilarimiz, mo'malarimiz, nevaralarni baqdi, etizliqlarga chiqib yoki masalan uyda o'ttasimichu ishlar batdi, qo'y qiliq uni qildi, buni qildi bir ishlar batdi-da. Endi men shahar hayotida pensiyaga chiqqandan keyin odamlar kasalchan bo'lib ketadi. Nima uchun desanglar, mushundaq kishilar orasiga xizmat qilgandagi saltanati yoki xizmat qilgandagi maqsad u bu narsalar nimadan keyin qarasa yo'q, hech nima yo'q, o'tag'an, to'rt atrof bo'sh yoki mandaq deydigan o'zining maqsadi yoki kun tartibi u bo'lmagandan keyin pensiyaga chiqqandan keyin nurg'unlarning salomatligining tez suratda nacharlashib ketishidagi sabab psixikalik mushu omillar. Shunga masalan ishlab o'lib ketish haqiqatan yaxshi. Masalan xizmat ustida mushtaq nima qilib, biliqi kasal karavotida menga kim qara, kim yo'qlar deb u yoq bu yoqqa mushtaq talmurib bir kimlarga yoki qiynalib u bu Alloh biz uchun xayrli o'lim nasib qilsin hammamizga. Ammo ishlab o'lib ketish haqiqatan go'zal. Russellning ömrida nurg'un do'stlari bo'lgan bo'lib, bularning ichida u 20 asrdagi ko'plagan munavvar zotlarning vakillari bilan quyuq munosabatni saqlab kelgan. U Tagor bilan yaqin do'stlardan bo'lib qolmay, balki Einstein bilan birga yadroga qarshi harakatga qatnashgan. Uningdan boshqa u yana yaqin do'stlik munosabat o'rnatganlardan Nobel mukofoti sohibi Bernard Sian, Chatterli xonimning oshnasi nomli kitobi bilan shuhrat qozongan Lawrence, Bozierning avtori Thomas Eliot. Bozier emas, ma'ni Bayavan deb tarjim qilgan u deyim Uyg'urcha qarshi tarjim qilingan Thomas Eliotning asri.
Feylasuf Wittgenstein. Wittgenstein ajoyib dаңlıq bir feylasuf. Özü bək çoğ boy bir cəmiyyətinin oğlu Wittgenstein. Lekin keyin mushu o'zininki nazariyalari, o'zining tushunchalari uchun bir o'rmonliqning orasiga ketib, shundoq yegani yashab, nurg'un dunyoviy dаңlıq asarlarni yozgan dаңlıq feylasuf Wittgenstein til nazariyasi ustiga. Sovet İttifaqının siyasi rəhbəri Xurşev qatarlıqlar бар edi. Russell aşındaq nurg'un yaxshi do'stlarni tuta olishidagi asosli sabab shuki, u qarshi tarafning martabasining yuqori yoki tuvanligi bilan hisoblashib o'tirmagan. U har kuni 100 parchaga yaqin xatchak topshirib oladi. Agar kunlik xatchakni 100 parcha deb hisoblasak, u yozgan xat va qaytargan javob xati bir astronomiyalik son bo'ladi. Ammo u navbat intayin oddiy bir odamdan xat kelib qolsa, samimiylik bilan javob qaytaradi. Aşındaq qilish uni nurg'un do'stga ega qilgan va kishilar cho'qinadigan faylasufga aylantirgan. Falsafa jihatda g'oyat natijalarni qo'lga keltirgan Russell Cambridge universitetida matematika kasbida o'qigan. Uning matematika jihatdami yaxshi natijalari bor. U Cambridge universitetidagi yetakchi o'qituvchisi bilan o'rtaq matematik prinsipini tuzgan hamda kishilar tarafidan ismiga loyiq matematik deb nom olgan. 1893-yili Russell Cambridge universitetini tugatgandan keyin kasbini matematikadan falsafaga o'zgartgan. Hamda oxirida falsafa jihatda ajoyib mo'l natijalarni qo'lga keltirgan. Uningdan boshqa u yana ilm-fan, etika degan axloqshunoslik degan gap. Jamiyatshunoslik, ma'rif, tarix, siyosat ilmi, din ilmi qatorliq jihatlarda 40 necha parcha kitobni nashr qildirdi. U 78 yoshidan dunyoga g'oyat zo'r tuhfa qo'shganlik uchun Nobel mukofotiga erishdi. Russellning umrining oxirgi mezgillarida keskinlashib ketdi. Hatta o 94 yoshga kirgan yili yadro quroliga qarshi turish boloizm harakatiga rahbarlik qilganlik uchun tutib turildi. 20 asrda Russell nurg'un sohalarda zo'r ta'sir kuchi bor olim bo'lish bilan turli ijtimoiy faoliyatlarga qatnashdi. U yadro quroliga qarshi turishdagi boloizm harakati orqali tinchlikparvar degan nomga noil bo'ldi. 100 yoshlik boy Russell avlodlarga g'oyat zo'r mashhur asar va natijalarni qoldirib keta olishidagi asosli tuhfa uning vaqtni unumli boshqarishga odatlanganligidan bo'lgan. Uning har kuni 100 parcha xatga javob qaytarishi bu nuqtani isbotlay oladi. 100 parcha olsa 360 kunda 36 ming parchami? 36 ming parcha xat. Unda olganda 36 ming parcha olsa 10 yilda 360 ming. Demek nurg'un bo'ladi-da. Biz bu hozirgidek manda qilamilik WhatsAppni ichiblam. Ha, voy yaxshi, o'zingiz yaxshi turatamsiz, bizim yaxshi, bo'pti salomdan, u bu deb shitib qo'yayotganga o'xshamaydi-ku. Shunaqmi? Xatlarni yozamiz, adres yozamiz, qo'yamiz. O zamonlarda unda to'r, ilxat deydigan narsalar yo'q. Ashunda qilib beliqqa konvertlarga silib, masalan, bir xatga qanchalik vaqt ketadi o'qib javob qaytarish xiyol qilib baqsaq, bu vaqtdan qaltis bir ish. O'ylab baqayli, navada u birinchi kundagi xizmat miqdorini tamomlayolmasa, ikkinchi kun 200 parcha xatga javob yozish kerak bo'ladi. Agar 3 kun kechiktirilsa, javob yozilgan xat 300 parchaga yetadi. Shunday ketaversa, uning bir kunlik xizmat tartibi shu an qalayam qolishib ketadi. Shuning uchun Russellning kunda 100 parcha xatchakni bir taraf qilish usuli uning vaqtni unumli boshqaradigan kishi ekanligini to'liq isbotlaydi. U yana intizomchanligi intayin yuqori edi. Oldin qatardagi dada, oldin qatardagi o'g'il tarbiyalaydi. Nurg'un kishilarga nisbatan aytganda, Winston Churchill degan ism notanish emas. U Angliyaning mashhur siyosiyoni bo'libla qolmay, balki yana dunyo e'tirof qilgan siyosiy rahbar. Churchill deb shu butun dаңlıq kishilarning kitoblari bilan qolib chiqqan. Masalan, Churchill bor. Bu 90'larda nashr qilingan kitobniki, Uyg'urchasi. Tarjimani o'qish kerak. Mushu yerda men gap qistirib qo'yay. Dаңlıq kishilarning tarjimonini o'qish kerak. Bo'pmi yoshlarimizga ergenlik deymizgo Türkçede. Balağat yetiş mezgildeki 12 yaşlardan aşkan balalarga biz muşu xil tercümhal tipdeki kitaplarını köprek o'qitishimiz kerak. Nima uchun? Chunki hayotidan bir atrofidan o'zi doğraydigan ulgizdeydi-chu bolalar. Cho'ng, yo'g'on, qaltis ulgizdeydi. Herkes ota-onasi emas. Yani eğer ata-onasi ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, albatta ota-onasi bo'lmasa, ashtaq ulgizdeydi. Balalarimizningki bu ulgi izlaydigan shu ehtiyojiga biz taq mau ba deb bir kimlarni qo'yib bermasak,
Heliqi qarab mındaqlam heliqi kolpukiga halqa selib algan birə rapçi, bekrək pul tep ketken birə TikTok YouTuber və yoki bir nima degende kişiler bularninki örnekiga və ülgisiga aylanıp qalgan vaqtida andakin biz voyto Xudoyim deb qaldigan iş chiqatchu. Shuning uchun tərcümal xarakterdagi biografik əsərlərni balalarımızga o'qitishimiz kerak. Mushu aramızda meni kitap tavsiyasi so'rganlar botdi. Kitap tavsiyasi haqida film ishlashga vaqtim yetmay qolgandi. Mush oldimizdan da biroq mening imtihonlarim tugadi. Balalarimning bu hafta ichida imtihonlari tugaydi. Ta'til kelsa nihoyatda go'zal ishlarni planlayapmiz. Inshaalloh tenimiz sog' salomat ishlarimiz xotirjam bo'lsin nasib qilsa bo'ladi. Mishada eg'izlam deyitay balalarimiz uchun agar ta'tilda kitob tayyorlayotgan bo'lsak, mushu 12 yoshdan oshganlarga nisbatan tavsiyam Qaynam Örküşü kitabı. Qaynam Örküşü. Onun arkasından Abdullah Talip yazgan kitap bu. Arkasından Xivir Tömür'ün Baldır Oyğanğan Adam. Bunun da Abdüxaliq Uyğun'un hayatı aks ettirildi. Qaynam Örküşü'de Lutfullah Mutalib'nin hayatı aks ettirildi. Çünkü biz ana til derslerinde balalarımızın muşlarının şiirlerini, hayatını sözləyapmiz emasmı? Unda olğandan keyin balla muşuni nima qilsa texmi o'ylaqi o'qisa oson tushunolmaydi-chu. Bizmi maqsadimizga yetadigan bo'lamiz. Mush ikki kitobni tavsiya qilay. Qolgan tafsilotlarni inshaalloh oldimizda. Undan keyin Abduqodir Damulla qissasi bor. Mushular bor. Oldin qatardagi dada, oldin qatardagi o'g'il tarbiyalaydi. Nurg'un kishilarga nisbatan aytganda Winston Churchill degan ism notanish emas. U Angliyaning mashhur siyosiy o'ni bo'lib qolmay, balki yana dunyo e'tirof qilgan siyosiy rahbar. Gerçi Churchill mashhur jamoatdan kelib chiqqan bo'lsa-mu, ammo uning jamiyati zavolliq yuzlangan oqso'ngak jamoat edi. Shunaq bo'lsa-mu, ota-onasi to'plagan kishilik munosabatni jonliq ishlatish orqali oxiri 65 yoshida Angliyaning bosh vaziri o'rniga o'ltirdi hamda shu orqali dunyodagi mashhur siyosiy yo'llar qatoridan o'rin oldi. Kişilik münasebet bütün cəmiyyətlərinki mərkəzi nöqtəsi kişilik münasebet var. Kişilik münasebet intayın mühim diqqət qilsanglar. Şuna balalarımızınki bu Türkçe'de sosyal gelişimi deydi. İctimai aloqa iqtidorini destekleş, ona yardım beriş, balalarımızı iç mijoz eg'risi bundoq emas, jonliq atrofga ta'sir ko'rsatma deydigan passiv emas, aktiv tarbiyalashga kuchishimiz kerak. Churchill mashhur siyosiy bo'lish sifati bilan kishilarning o'rimiga sazovar bo'ladi. Biroq uning farzandlarini tarbiyalashi ko'ngilni g'ash qiladi. Uning o'g'li Randolovga ziyoda ko'yinishi uni haddidan ortiq ayki qilib qo'ydi. Faqat bolasi nima talab qilsa, dadasi shu talabini o'rinlaydi. Shunlashqa Angliya xalqi Randolovga Londonlik to'zchoq degan laqabni qo'ydi. Angliya xalqi sifatlangandek Randolov olg'irlashni o'ylamay, maftunkorlikqa cho'kkan hakavir to'zdek ota-onasining himoyasi ostida yashaydi. Hatta cho'ng bo'lgandan keyin ota-onasiga tayanishdan qutlanmaydi. Bu to'g'risida Angliya taratqullari o'ng'aysizlangan holda xabar berib mundaq deydi. Odatda oldin qatardagi dada, oldin qatardagi farzand tarbiyalab chiqarish kerak edi. Ajdodlarning avlodlarga miros qoldirish prinsipi kishilarni bir zo'r iftixorlanish tuyg'usiga cho'mdirdi. Ammo bu xil iftixorlanish tuyg'usi bilan mas'ul bo'lish psixikasi tamoman o'xshamaydigan ikki hukm. Churchillning o'g'li yaxshi tarbiyaga ega bo'lmay, faqat jamiyatning ustungi qatlamida turishdek bo'shanliq psixikasiga varislik qilib, oxirida hech nimasi yo'q odamga aylanib kishilarning kulgisi qoladi. Churchillning farzand tarbiyasiga o'xshamaydigani shuki, Rossel jamiyati oldin qatardagi dada oldin qatardagi farzand tarbiyalab chiqalaydi degan qarashni isbotlaydi. Biz hozirgacha 5-6 jamiyatni o'qidik. Bu jamiyatlarning hammasida asosan degidek dadalarninki ko'rsatgan ta'siri bek cho'ng. Farzand tarbiyasida biz mushu 2000lardan keyin bo'pmi, onalarning farzand tarbiyasidagi rolini, o'rnini nihoyatda yaxshi maqtadik, muayyanlashtirdik. To'g'ri, onalar ta'sir ko'rsatdi. Ondan keyin Abduqodir Jaloliddin ustozning uyda o'tiradigan ayol nomli yozmasi bilan ayollarning xizmat qilishi xuddi bir bolasiga sal qarayotganlikdek yoki oilasini bir ang'ishtirayotgandek tuyg'ular shakllandi. Nurg'unlagan yaxshi o'qigan qizlarimiz yoki o'qiydiganlarimiz oila ayoli bo'lishini tanladi. Bu to'g'ri, olqishlaymiz haqiqatan. Lekin xizmat qilmay uyda o'tirgan shu vaqt sifatlik va unumlik o'tyotamdi. Ayol o'qig'idan chekinib, hech nima bilmaydigan bag'ansir kaynik dajiyotamdi va yoki bu uydagi vaqtini oilasi, bolasi uchun, o'zi uchun bir
aldığı ilgirleydigan bir nimege aylandıra alatamdı deydigan nurgun mesele bu maqalının keynidan bir cemiyetşünaslık noktasından, psixika noktasından nurgun taraflardan yazilishi kerak edi. Hayatda to'g'ri gaplar bekchiq, to'g'ri gaplarni deyish oson, ammo to'g'ri shaklda yashash faqat oson emas. Haqiqatan. Endi dadılarning farzand tarbiyasidagi o'rni sal qaraldi bu 20 yilda. Onalar qanchaki maqtilib, uchirilib, osmonga chiqarilib, ularning farzand tarbiyasidagi o'rni va roli ta'kidlanib, erlar xotin olganda chiroyli, manda demasdan balki balani obdan tarbiyalayamdi deb tanlash, bu nuqtalar haqiqatan yaxshi, to'g'ri. Ammo kamtiklik. Kamtiklik. Chunki dada bu noktada özünün farzand tarbiyasidagi o'rni va roliga sal qarab qolgan bir ahvol bor. Amniyat ona tarbiyalagan bola bilan dada tarbiyalagan bolaning eng cho'ng farqi va muvaffaqiyat qozonish nisbati haqiqatan muvaffaqiyat qozonish nisbati cho'ng farqlandi. Normalda masalan bir ona bilan bir dadaning bola boqishini selishtirib qo'yganlar. Onalar, "Hay, tushib ketma bola. A qo'ling o'lib ketadi. Kiyimingni to'pib qo'yatding. Urishmanglar bola. Hay, ap, ap, mushta baqidi." Lekin dadalarchu, dadalarning o'ynashlarga qarasanlar, dadalar ba'zida haqiqatan kichik bo'ldi. O balaning bir to'pi bulatamdi, bulatmatamdi, ishdan yetib ketamdi, yo'qmi, yiqilib tushib bir yeri qanab ketganmiz, to'xtayda biz mashta olgan, surilib ketganmiz. Ha, bo'ladi, atik cho'ngishilib qoladi, shunami? Bir xil tashurakdek tuyuladi. Ammo balaning ashundaq hech cheklimisiz, ashundaq faqat bexatarlikka kapolat qilindi, albatta. Egiz tomdan qo'pab sakraymiz, unumaymiz, putsinib ketadi. Dadim unumaydi. Bu narsa balalarda hiliqi qo'rqmaslik, cüret qila oladigan, yangiliklarga intiladigan bu tuyg'usini o'ttirib etmaydi dedilar. Shunda bo'lgan bo'lg'achqa keyin jamiyatga qadam qo'ygandan keyin, mana desam onalar o'ttirib o'tadi emas. Ayollik tabiatimiz bilan ashta diqqat qilamiz, lekin erlar yana o'zining aniq cho'ng nuqtai nazardan diqqat qildi, o'sha inchik tafsilotlarga birdek kirib olmaydi. Shunda bo'lgandan keyin bu yerda bolalarningki keyingi kunlardagi muvaffaqiyat hammadan o'xshash ishni qilsa, bu yerda farq deydigan narsa kelib chiqamdi. Farq o'xshash ishni qilayotganlar bo'lsa-mu, o'xshash ishni qilayotgan jasorati, sur'ati, iqtidor nurg'un jihatlardan o'xshamaydigan natija chiqadi-da, da'vat qilib bu yerda muvaffaqiyat qozonishda cho'qim yangilik yaratish, jasorat, fidokorlik, bosh egmaslik, qiyinchiliklarda bo'shashmaslik degandeklar bo'ladi. Buni dadalar bek yaxshi nam qila oladi. Shunga mush farzand tarbiyasida mashhur jamiyatlarda hozir mana 5-6 jamiyat o'qib bo'lgan bo'lsak, asosan dadalar nihoyatda muhim ishlarni ustiga oladi va ta'kidlanadi. Rus til jamiyati Angliya Walesdagi mashhur jamiyat bo'lib, uni 500 yillik tarixiga mashhur jamiyatlardan qilishmaydi. Henry 8 vazifa o'tayotganda John Russell, ya'ni John Russell 1485-yilda tug'ilib, 1555-yili graflikqa tuyib ketgan. John Russell graflikqa tayinlandi. Shuning bilan Russell Angliyadagi oqsoqlar qatoridan o'rin oladi. Ya'ni shu Henry 8 vazifa o'tayotgan mezgilda, ya'ni 16-asrlar, 1500-yillarda graflikqa tayinlandi. Shuning bilan Russell Angliyadagi oqsoqlar qatoridan o'rin oladi. Ulaplar John Russellning avrisimu graflikqa tayinlandi. Graflikdan bir seklab kinazlikka tayinlanish bu jamiyatning o'rnining yana bir baldaq ko'tarilganligini tushundirdi. Aranglarda mau graf, kinaz degandek qaraganda bu yiliq minister, nazorat boshlig'i degandek mundaq unvonlar o'xshaydi. Siyosiy amallar. Men bek tafsili bilmaydiganman. Bu da haqiqatimda mushlarni bir aranglarda bildiganlar bo'lsa deb bersanglar bo'lmasa, men bir izlanib yezib qo'yay. Amaldorlikqa necha yil o'tirgan Russell jamiyati Angliya jamiyatida hal qilg'uch rol o'ynaydi. Ilgari Stuart xon jamiyatiga qarshi chiqib o'limga hukm qilingan William Russellmi Russell jamiyatining avlodi. Shu Russellning to'liq ismini Bertrand Felton William Russell deb atashi mumkin. Siyosiy jihatda Russell jamiyatining ro'shan taraqqiyparvarlik xohishi bor. Mushu an'anadan foydalanib ichavlar kishilar tirish orqali Russell jamiyati taraqqiyparvar siyosiyon, faylasuf, mutafakkirlarni yetishtirib chiqqan. Russellning bo'g'isi ilgari Angliyaning bosh ministri bo'ladi. O kon saylam tuzumini o'zgartirishni tashabbus qilgan taraqqiyparvar siyosiyon edi. Russellning dadasi mashhur faylasuf John Stuart Millning yaxshi do'sti. Shundaqla uning ko'ngillik shogird edi. Russellning o'zi Nobel adabiyot mukofotiga erishgan matematik edi. Bir jamiyatning Angliya jamiyatiga hal qilg'uch ta'sir ko'rsatgan kishilarni tarbiyalab chiqish oson emas.
rus til jamiyatiga o'xshash munavvar farzandlarni tarbiyalab chiqa oladigan jamiyatlar haqiqatan oz chiqadi. Mayada adabiyot va matematikaning gapi chiqib qoldi. Meningki o'qigan kasbim universitetda matematika, keyin aspirantlik, andan keyin men bakalavrlikni o'zligimdan o'rganib adabiyot, hozir har xilim. Demakchi o'g'lim adabiyot va matematika deydigan bir tekst bor. To'liq o'rta maktab darsligida batda burun Suboching degan yozgan. Adabiyot bilan matematika bir-biriga bak zich munosabatlik. Balalarimizning adabiyot iqtidorini, tilini, ularning anglab, tushunib, yezib, mushu taraflardan tang taraqqiy qilishiga ahamiyat berish bek zarur. Ularning bu yolg'iz adabiyot darsidan iborat emas. U matematikadagi tafakkuriga, ifodalash iqtidoriga, imtihonlardagi natijalariga, kishilik munosabatiga, oilasiga, tushunish iqtidoriga, xiyol qilish, ya'ni düşünce becerisi deydi-ku. Mushu narsalarning hammasiga ta'sir ko'rsatishga halqiliq ko'riklik rol o'ynaydigan narsa adabiyot. Shunga bolalarimizningki ana tilda savodini chiqarish yoki bo'lmasa adabiyot, turkcha va yoki men o'rganayotgan manda deblam sal qarab qolmay, bolalarimizning ham yeziqchilik, ham o'qish, so'zlash, tushunish hammasining tang taraqqiy qilishiga alohida ahamiyat beraylik. Bugun kitob o'qishimiz mushayicha bo'lsin, ertaga davomini o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.